Yo'pani. Bu filmmi yo dinozavrmi? Dada, men ovqat aytdim. Yo, xolodilnikda kechadan qolib ketgan sho'rva turibdi, o'shani etsang bo'lar-ku. Bu kishi oshdan osh, shashlikdan shashlik. Otangning puli ko'pmi? O'zim to'layman. Assalomu alaykum. Aka sizlardan 150 ming bo'ldi. Aka, hozir o'rtog'im pul tashlash kerak. 5 minut kutib tura olasizmi? Puling bo'lmasa o'rtog'ingga zakaz qilasanmi? Dada, ikkovimizga zakaz qildim. Hamsalar, oldda sharmanda bo'lmaylik, o'lim ichkariga kiring. Vayna, обед по расписанию. O'lim, bizada ham dastavka ham bersangiz, hammamiz qo'shilib ovqat yeydik. Yo'q. Pul berasiz, keyin ovqat yeysiz. Puling yo'q ekan, nima qilayding zakaz qilib, endi ochimizdan o'layikmi? Dada, hozir jo'ram qarz tashlash kerak. Tashlasin, beraman. Aka, qalampir bormi? Hozir bor telefon qilib. O'lim, mana qalampir. Bu kirgan narsani qaytib chiqishi bor, bola. Tut. Shu lavashing nech pul turadi? 40 ming. Menga 10 ming so'mlik bera olasanmi mana? Rahmat, yoqimli ishtaha balam. Bravo, to'xtang. Aytdim-ku to'layman deb nima qilyapsiz? Siznikini yopman. Zakazlar ko'p, pulingiz bering, keyin oling. Dada, pulingiz bor ekan, to'lasangiz bo'lak, beraydimki. Seni shuncha yil boqqanim yetadi. Zakaz qildingmi to'la, bo'lmasa gollandskiy cho'chqa o'zimizni ham ovqat yeb qo'yadi. Aka, piyoz bormi? Akalar, vaqtim yo'q, ketishim kerak. Menga qara, o'rtog'ingga telefon qil. Yupiterdami nima, bitta pulni tashalmaydi. Dada, Rossiyada bankda ochiqda turibdi, hozir tashlaydi. Bunaqa ol. Menga qara, Bispanetga hozirgi kunda bankka borish shart emas. Play Market yoki App Store'dan Anjir Pay'ni yuklab olasan. Raska nomering kiritasan. O'zbekistondagi Uzkart, Humo, Visa kartalarga pul yuborsang bo'ladi. Pulingni naqd pul ko'rinishda ham yuboraverasan. Aytgancha, qarzlaringni o'zi bo'lgandan keyin uyingdagilar kommunal to'lovlarini ham to'lasang bo'laveradi. Hoziroq Anjir Pay'ni yuklab ol, 400 rubl bonusga ega bo'l. Eng qulay kurslar faqat Anjir Pay'da. Mana aka, pul tushibdi, kartangizni ayting. Brat, boshqa zakaz aytasiz-da. Sog' bo'ling. Dada, sho'rva nima bo'ldi?